Polshada o'qishni reja qilayotgan bo'lsangiz, bu video aynan siz uchun. Men ismim Diyorbek Hayitov va men Polshada talabaman. Meni universitetim University of Warsaw, ya'ni Varshava universiteti talabasiman. Bu universitet Yevropada top 100 taga kirgan universitet va Polshada birinchi o'rinda turadigan universitet. Va men Polshaga kelishimga, men shu universitetga o'qishga kirishimga menga hech qanaqa konsalting yoki agentство yordam bermagan. Hamma hujjatlarni, hamma jarayonni o'zim qilganman va to'liq jarayonni YouTube kanalimda vlog shaklida ham ko'rsatganman. Undan ham qiziq bo'ladigan narsani aytaman sizlarga. Polshaga, ya'ni O'zbekistondan Polshaga kelish bo'yicha 4 soatlik kurs qildim, 7 ta moduldan iborat. Agar o'zingizga 4 soat vaqt ajratib o'sha kursni ko'radigan bo'lsangiz, ishoning, Polshaga kelsangiz bo'ladi va top universitetlarga o'qishga kirsangiz bo'ladi. Siz konsalting yoki agentstoga $700, $800 pul berib Polshaga kelishi shart emas. Agentstodagilar ham men bilan siz qilgan ishni qiladi. Odam qilgan ishni odam qiladi. Men kela oldimmi, demak siz ham kela olasiz. Aytganimdek, ortiqcha rasxod bilan Polshaga kelish shart emas. Aytganimdek, kursni ko'ring, o'zingizga 4 soat vaqt ajrating, 7 ta modulni tugating va Polshaga keling. O'sha 4 soatlik kurs allaqachon YouTube kanalimga o'tib ko'rsangiz bo'ladi. Har doimgi gapim bilan videoni tugataman. Qilishingiz kerak bo'lgan ishni qilgingiz kelmayotgan paytda qiling. Oddiy tuyuladi, lekin ko'p narsani o'zgartiradi. Charchamang, kursda ko'rishgungacha.